Onamni otamga sizni sevaman deganini eshitmaganman. Ammo taom tayyorlansa, katta bo'lak go'sht har doim uning nasibasi bo'lar edi. Onam meni otamni hurmat qilishiga o'rgatmagan, lekin taomni u kelmaguncha qozonni ochmas, ovqatni suzmas edi. Hatto otam ichmay turib suv ichmas edik. Subhanalloh. U qo'lini ovqatga so'nmasdan birortamiz ham so'zmaganmiz. Otam g'oyib bo'lganda xavotirni bildirish uchun onamning telefoni yo'q edi. Lekin men uni eshik oldida o'tirib otamni kutayotganini ko'rardim. U otam qaytmaguncha xonaga kirmasdi. Otam uyga kirganda onam albatta o'rnidan turar edi. Onam doimo bizga isrof qilmanglar. Otanglar quyosh tagida ishlab, sizlarga rizq topib kelyapti derdi. Otam uxlayotganda